Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bugun siz bilan yana bir bor mevali duxovkasiz tort tayyorlashni o'rganamiz. Uyimizda bor pecheniyadan foydalanamiz. Qaymoq, moloko mana bunaqa molokodan foydalandim. Mana ko'rib turganingizdek. Qaymoq damashniy qaymoqdan foydaladim, chunki kremim juda ham qattiq va chiroyli chiqishi uchun. Birinchi qiladigan ishimiz qaymoq bilan molokoni ko'pirtirib olishdan boshlaymiz. Qani bismillahirrohmanirrohim. Qaymoqni solib oldim idishga. Mana qaymog'imiz. Endi buni ustiga moloko. Demak 450 grammli molokoni teng yarmini solaman. Mana yarmini soldim. Endi mikser yordamida ko'pirtirib olaman. Xuddi mana shunday oppoq ko'rinishda kelguncha mikser yordamida ko'pirtirib olamiz. Mana e'tibor bering kremimizga. Endi yonimizga uyda topilgan qolipimizni olib olamiz. Menda aynan qolip bo'lmagani uchun uyimda bor mana bunday idishdan foydalandim. Endi bunga mana bunday pechenyelarimizni muzdek sutga botirib terib olamiz. Mana shunday chiqamiz. Hamma joyiga bir xil qilib, ko'proq qilib to'kib olamiz. Mana kremni solib oldik. Endi yana o'sha pecheniyadan mana bunday qilib maydalab olganman. Mana shuni solib olamiz ustidan. Mana solib oldik. Endi buni ustidan ham krem to'kib olamiz. Buni ustidan kremlarimizni solib olamiz. Mana shu ko'rinishda. Mevali shirinliklar yoqqani uchun uyda bor mevadan foydalandim. Demak, sliva girdoli mevamni chopperda maydalab oldim. Endi buni ustidan bir qator pesheniyani teramanda qo'yib chiqaman. Endi chopperda maydalab olgan mevamni bir tekis qilib yoyib olaman. Mana va buni ustidan kremni qo'yib olaman. Kremimizni ham mana ko'rib turganingizdek kremimizni ham bir tekis qilib yoyib oldik. Bezagi kremi uchun choka kremdan foydalandim. Uni qaymoqqa eritib oldim. Mana shunday ko'rinishda. Endi oxirida eng ustidan uni to'kib olamiz va bir tekis qilib yoyib olamiz. Zebrali tortimiz tayyor bo'ldi. Endi buni 2 soat morozinlikda saqlaymiz. Narsalarimiz 2 soat turdi tortimiz xolodilnikda qancha ko'p tursa, shuncha shirali va mazali bo'ladi. Biz 2 soat saqladik. Endi buni yeb ko'ramiz. Qani, bismillah. Mana qarang, qanday yoqimli. Ichlari qarang. Ichlari mana bunday sochli bo'lib chiqqan tortimiz tayyor.